Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, buxgalterlar hamda bo'lg'usi buxgalterlar. Birinchi darsimiz kirish darsi bo'lib, bunda buxgalteriya haqida tushuncha hosil qilamiz. Buxgalteriya hisobi va uning mohiyati. Buxgalteriya hisobi yordamida korxonada mavjud bo'lgan har bir turdagi moddiy qiymatliklar, pul mablag'lari, boshqa korxonalar bilan o'zaro hisob-kitoblar, tayyorlangan materiallar, ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot hajmi, ularga ketgan xarajatlar, foyda yoki zararlar hisoblab aniqlanadi. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxonalarning uzluksiz va hujjatlashtirilgan xo'jalik faoliyatini aks ettiruvchi tizim hisoblanadi. Buxgalteriya hisobi subyektlari kimlar? Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasi ro'yxatga olingan yuridik shaxslar va boshqalar. Ya'ni korxona buxgalteriya subyekti hisoblanadi. Buxgalteriya hisobi obyektlari esa korxonadagi mavjud narsalar va ularning harakatlari, ya'ni aktivlar, majburiyatlar, kapital, zaxiralar, daromad, xarajat, foyda, zararlar buxgalteriya hisobi obyektlari hisoblanadi. Aktivlar nima? Subyekt nazorat qiladigan, kelgusida ulardan daromad olish maqsadida foydalaniladigan iqtisodiy resurslardir. Bunga misol o'sha ishlab chiqarish binosi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizga bo'layotgan bo'lsa, bu sizni aktivingiz. Uni nazorat qila olasiz bemalol, tasarruf sizda va binodan siz daromad olish maqsadida foydalanasiz. Bu aktiv. Yokida tikuv sexi bo'layotgan bo'lsa, tikuv sexdagi tikish mashinalar siz uni nazorat qila olasiz, ishlatasiz, xohlasangiz sotib yuborasiz, xohlasangiz metallolga topshirasiz. Tikish mashinalarini ishlatishda siz daromadni ko'zlab ishlatasiz. Ular ham aktivlar hisoblanadi yoki hisob raqamdagi pul mablag'lari. Pulli tasarruf sizda, siz o'sha daromad olish maqsadida pulni ishlatasiz. Ular ham aktiv. Majburiyatlar, o'z nomi bilan majburiyatlar kimdandir bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar yoki olingan tovarlar uchun qarzdorlik. Soliq to'lashingiz kerak, bu soliq oldidagi majburiyatingizni yuzaga keltiradi. Elektr energiya ishlatgansiz, endi to'lash kerak, bu elektr energiya tashkilotlari oldidagi majburiyatingizni ifodalaydi. Va hokazo. Xususiy kapital subyektning majburiyatlarini chegirib tashlagandan keyingi aktivlaridir. Xususiy kapitalga nimalar misol bo'ladi? Xususiy kapitalga o'sha kiritilishi lozim bo'lgan sarmoyalar, ustav kapitali, qo'shilgan kapital, zaxira kapitali va taqsimlanmagan foyda yoki qoplanmagan zararlar xususiy kapital bo'ladi. Daromadlar hisobot davrida aktivlarning ko'payishi yoxud majburiyatlarning kamayishidir. Xarajatlar esa hisobot davrida aktivlarning kamayishi yoki majburiyatlarning ortishi. Moliyaviy natijalar nima? Moliyaviy natija hisobot davrida xo'jalik yurituvchi subyektning foyda yoki zarar shaklida ifodalangan faoliyatining iqtisodiy yakunidir. Ya'ni bir yil davomida siz qanchadir daromad qildingiz, qanchadir xarajat qildingiz, oxirida yakuniy moliyaviy natijada siz yo foydaga yoki zararga chiqdingiz. Mana shu narsa moliyaviy natija deyiladi. Bunda daromadlarning xarajatlardan katta bo'lishi foydani ifodalaydi, aksincha bo'lsa zarar. Moliyaviy hisobot elementlari. Moliyaviy hisobotlar nima? Moliyaviy hisobotlarga asosan ikkita, qolganlari ham bor. Asosan ikkita. Har yil oxirida yil yakuni bilan topshirilayotgan buxgalteriya balansi forma 1 deydi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlar forma 2 deyiladi. Shular moliyaviy hisobotlar. Ularning elementlari 7 ta. Aktivlar, majburiyatlar, kapitallardan foydalanib biz buxgalteriya balansini shakllantirsak, daromad, xarajat, foyda va zararlardan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni shakllantiramiz. Qarzlar ko'rinishi ikki xil: debitor qarzlar va kreditor qarzlar. Debitor qarzlar nima? Boshqalarning korxonamizdan qarzi, bular debitor qarzlar deyiladi. Misol uchun hali olinmagan narsa uchun oldindan avans berib qo'ygansiz yoki xaridorlarga mahsulot yoki tovarni yuklab berib yuborgansiz, hali pullari olinmagan. Bular debitor qarzlar. Kreditor qarzlar nima deganda, siz hali bajarmagan ishingiz uchun oldindan olgan avansingiz yoki olingan tovarlar uchun to'lanmagan pullar, bular kreditor